Hammaga assalomu alaykum. Yangi obyektimiz to'rt xonali uyimiz, 130 umumiy maydon, Energy Park va Furg'ulami Park shundoq yonida to'rt xona ikkinchi qavatda joylashgan. Ikkita sanuzli bilan va garderobni hamma xonalarni alohida qilingan. Remontimiz avtorskiy, polniy mebel texnikalari hamma sifatli qilingan. Bu kirishimiz judayam chiroyli mebel terilgan, prixojiga со вкусом podsvetkali, просто podsvetkani o'chirib qo'yganman. Bu yog'ida oshxonamiz 8 persolli stol, bemalol katta oilaga joyimiz yetarli. Texnikalarimiz bo'sh, katta холодильник, посудомоечная mashinka, sistema hammasi Bloom, naturalniy tosh, hamma kafellari Xitoy original qilingan. Bu anaqalari gilamlari ham Ironniki. Bitta endi alohida egasi o'tib shuni aytganlar. Bu yoqda unaqa balkonda o'tiradigan, bemalol kofe ichadigan zonamiz. Hamma detallarga qarang. Bitta shunaqa dekorlarni alohida juda ham qimmat narsalar ko'rishingiz mumkin. O'zi uchun yashalgandek qilingan. Даже men plyus ham o'zi bo'sh $1000 yaqin turadi. Hamma nima unaqa narx bo'ladi deb ko'pchilik aytishi mumkin. Har bitta detallarni, narsalarni hammasi pulli. Bu attachente, italyanskiy attachente. Bu zalimiz. Bu ham gulim, живой gul. Turetskiy mebel. Bu italyanskiy. Вообще ideal qilgan. Живой ko'rsangiz, вообще ko'zingiz boshqacha ko'rinadi. Mana такой нереально chiroyli mebel. Lyustradan qaranglar. Mana ko'pchilik xohlaydi, to'rt xonali uy o'zi uchundek qilingan, remont sifatli bo'ladi. Xuddi shunaqa qilingan. Bu родительский xonamiz, spalniy, kattagina keng. Bu yoqda kirishimizda dushovoy. Juda ham nежный kafellar ishlatilgan. Santexnikalari ham sifatli. Bemalol polkalar, parfyumeriyani отделga qo'yilgan, endi shampun, mampunlarni uchun. Bu yoqda kattagina keng garderobniy. Va yana plus yana shkaflari bor. Mana qaranglar, tumperlarni pastida hamma taroqlarni ayollar tushunadi. Parfyumeriyani отделlarni, kravatlarni kattagina keng va bu yoqda ham mana shkaf. Pat-pataloq shkaf qilingan. Mana bu yoqda ham Nичего лишнего. Shundoq kirib yashaydigan uy. Mana bunaqa ko'zingizga ham charchatmaydigan ranglarni, klassika remontlari mana koridorimiz, mana kirishimiz, oshxona, zal, spalniy. Endi общий sanuzlga kiramiz. Hozir qaranglar. Tadam! Chiroyligini qaranglar. Mana bu kaminni vannamiz. Mana dekorativni qaranglar, vashi chiroyli. Ko'pchilik vanna shuna qo'ygandan keyin trap qo'yishmaydi. Bu yoqda trapi bor. Mashinkasi, sushilkasi. Bemalol hech qanaqa sushilka qo'ymasdan bilyonlarni sushit qilsangiz bo'ladi. Mana. Cho'milayotganda bemalol ko'vrikni olib qo'yib, suv sarchilasa, trapi bor. Eshiklar ham zo'r eshik qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda endi gostivoy xona yoki yana ikkinchi kattagina keng spalnyamiz. Mana spalnyamiz. Va shkaflarni qaranglar, ko'pligini. Vashi ko'p. Pat-pataloq qilingan, yana plyuslarni qarang. Qanaqa surprizi bor. Va ichida ham yana sumkaligi, oyoq kiyimligi, zadumkalarni qaranglar. Va bu spalnyamiz, mana hamma pastellargacha ham turetskiy qilingan, pardali, xuddi shu remont qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu vidimi dvorimizga.
bilasiz, Murad Building juda ham zo'r quradi, sifatli uy, umni dom. Va bu yerda детскийimiz. Mana kartinagacha qaranglar. Chiroyligini qilishgan, со вкусом. 130 kvadrat, ikkinchi etaj, prezidentskiy etaj, 9 qavatli uyimiz. Energy Park, orientir Mirzo Ulug'bek G'afur G'ulomov park, Chilonzorskiy rayon. Narximiz описаниеda yozilgan. Ma'lumot uchun 9349 6400. Niyat qilganlarga hamma unaqa uylar nasib qilsin. Amin. Xayr, salomat bo'ling.